Mana inkubatorimiz ishga tushdi, ishlayapti, xudo xolasa. Sal kech oldim. Chunki olishib oldim men bu bilan yangiligimga. Juda qiynaldim boshida. Keyin sotuvchidan so'radim. Allohga shukr, Alloh rozi bo'lsin, yordam qilishdi. Men baklashgani havoga qarab qo'yish kerak ekan buni. Hozir havo sovuqligi sababli bir dona baklashga yetar ekan. Shuni o'zi namlikni yetkazib berar ekan. Keyin buni sal tepaga ko'tarib ham qo'ydim, namlikni pasaytirish uchun nomiga. Uring mana bu qora narsadan uni tagigacha baland bo'lib ketmasligi kerak ekan. Bo'lmasa baklashgani o'zida qolib ketadi. Mana soat millarimiz 12:20 bo'lyapti. Akadan hozir yozuvdim, javob qaytardilar. Unda nima qilish kerak so'rab turibman. Mana setkasi bor ekan, ochilishiga 3-4 kun qolganda sekin tagiga solib qo'yilaverar ekan. Jo'jalar bo'lmasam oyoqchalari tushib qoladi, aylanib ketib. O'shani hisobiga bo'lsa kerak deb o'yladim. Kuzatib boringlar. Xudo xolasa ochganda yana bir kungacha videolar qilib turaman.